yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat, yaxshimi? Allohga behisob shukr. Bugungi ajoyib kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizni xursand qilish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz, opajon. Qaysi bir yaqinlaringiz nomidan bo'lishi mumkin? Kim deb o'ylaysiz? Qizlarim bo'lishi mumkin. Albatta, jonajon qizlaringiz Nilufar opam, Kamola opam, Shahzodaxon qizingiz E'zozaxon, Temurjon o'g'illaringiz nomidan, farzandlaringiz, jonajonlaringiz nomidan xursand qilmoqchimiz. Rahmat. Men so'radim, qizlaringiz bilan gaplashdim. Ilohim. So'raganimda nima deb xursand qilamiz desam, aytdilarki, onajoningizga qanaqa ta'rif berasiz desam, opajon, bu dunyoda nima ta'rif aytsam onamga kamlik qiladi. Onajonim 9 oy davomida yuragini ostida ko'tarib yurganini aytaymi? O'limini bo'yniga qo'yib, har birimizni dunyoga keltirguncha chekkan azobini, mashaqqatini aytaymi? Qaysi birini aytay? Hozir hammamiz chiroyli hayotga qadam qo'yganmiz. Mana shu chiroyli hayot ortidagi qanchadan qancha azobni aytaymi? Mashaqqatni, mehnatni. Onajon, kunma-kun, soatma-soat, daqiqama-daqiqa sizni mehnatlaringizni his qilib boryapman. Jonim onam, tom qora sochlaringizga oralagan oqlarga bizani hissamiz ko'p. Shunday nurli yuzingizga soya solmoqchi bo'lgan ajinlarga bizani hissamiz ko'p, jonim onam. Onajon, o'zimga savol beraman. Onang uchun yarasha qilgan mehnatlari evaziga yarasha farzand bo'la oldingmi deb. Jonim onam, kechirim so'rayman. Xafa qilgan kunlarim uchun uzr so'rayman. Sizni dilingizni og'ritib, kechiring onajon deya olmagan daqiqalarim uchun. Jonim onam, nima qilsam kam, haqqingizda ado eta olmayman. Lekin ozgina bo'lsa-da xursandchilik ko'rish uchun harakatdaman. Yuragim bilan yaxshi ko'raman. Ba'zida ayta olmadim, yaxshi ko'raman jonim onam deya olmadim. Bugun baralla aytmoqchiman onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Nafas olyapman, yuragim urib turibdi. Allohim rizq beryapti, sizni dunyodagi eng baxtli ona bo'lishingizga harakat qilaman. Faqatgina duoda bo'lsangiz bas onajon deyaptilar. Nasiba opa, xursandmisiz? Xursandman. Mana shularni baxtini ko'rishni Allohim nasib etib aylasin. Hammasini baxt. Ilohim aytganingiz kelsin. Xudo sog' bo'ling. Sizga ham katta rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin, ilohim. Rahmat. Bitta chiroyli she'rlari bor ekan, shu bilan tabrikni yakunlamoqchiman, maylimi? Mayli. Marhamat. Meni qanday duo qildingiz, ona? Omad ostonamni o'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz, ona? Alamlari qo'limdan qo'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz, ona? Tuproqni ushlasam aylanar zarga. G'animlar boshimga otgan toshlari yetib kelgunicha aylanar parga. Meni qanday duo qildingiz, ona? Yaxshilar o'radi to'rtta tomonim. Avvallari biroz yomonroq edim. Endi bilinmaydi aslo yomonim deyaptilar onajon. Har bir kunim uchun alhamdulillah deyman, sababi siz borsiz deyaptilar. Nasiba opa, onaning har bir so'zi duodir. Oxirgi so'zingiz farzandlaringizga marhamat. Farzandlarim hammasi sog' salomat bo'lishsin. Ilohim. Bularni baxtini, kamolini ko'rishni Allohim nasib etib aylasin. Ilohim. Hammasi tinib, tinchib, bolalari ko'p bo'lib, baxtli bo'lishini xohlayman. Ilohim. Opajon, har bir gapingizga Allohning farishtalari amin degani rost bo'lsin. Ilohim, mana shu farzandlaringizni rohatlarida ko'ring.
Allohim baytiga chorlaganda hojona bo'lganingizda palma qarshi ijodkorlari qabul bo'lsin onajon deb turish nasib etsin ilohim. inshaalloh yetkazsin Alloh. Bugungi kunni ajoyib o'tkazing. Omon bo'ling. Rahmat. Keling, mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kattakon rahmat. Sizam bolalarni huzurini ko'ring, kamolini ko'rib yuring. Rahmat opajon, bugungi kunni ajoyib o'tkazing. Salomat bo'ling.